Men qamoqqa 1 minutda qishloqlarni qo'ydim, ammo men ularni boshqara olmayman. Nima? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Shundan so'ng qishloqlar o'zimni qamab qo'ydi va men bu yerdan nima qilib bo'lsa ham qochishim kerak. O, yo'q, kimdir kelyapti. Kichkina Jamol, bu yerda nima qilyapsan? Eshit, qachonki men yoshligimda 18 plyus narsalarni ko'rar edim. Birodar, axir sen yosh bo'lasan-ku. Va kunlarning birida dadam va oyim shunday tarzda tanishgan edi, ko'rishingmi? Ko'p bo'lishi mumkin emas. Va bu ayanchli. Yaxshi, unda maqsadga o'tsak. Men senga yordam bermoqchiman. Ajoyib. Unday bo'lsa men xursandman. Aytgancha, bu yerdan qanday qilib chiqsak bo'ladi? Aytgancha, mana bu ikki ahmoq o'xshab o'lib ketishni xohlamasang, mana bu zajikalkani o'g'il olgan. Bu senga pardali qilishga yordam beradi. Albatta, rahmat. Xavotir olma, bu o'zimizning odam. Tushunarli. Tayyormisan? Nimaga qayapsan? Bo'ldi. O, nihoyat yetib keldik. Yo, bu qanaqa joy bo'ldi? Xush kelibsiz janoblar. Eshikni yop. Videoning bu joyi bizning kontentimizga to'g'ri kelmaganligi uchun kesib tashladik. Yaxshi, nima xohlaysiz? Yaxshi, siz katta odamsiz va sizning askarlaringiz ham ko'p. Ular menga yordam bersa, men ham sizlarga yordam beraman. Menga topshiriqlar bering. Undan oldin bitta savolim bor edi. O'yinchoqlar bormi? Qanday reja bor? Hamma narsa mana shu kitobda yozilgan. Boshdan oxirigacha o'qibchi. Men yoqimtoy dadasan. Hey, bu nimasi? Mayli, unda biz jamoa bilan topshiriq. Nima? Kovoyski, men u bilan ishlamayman. Boshqa tanloving bu bozo. Bo'lmadiganing, biz barchasini bajara olamiz. Ofisimdan chiqib keting. Qarangizni boshqa ko'rish xohlamayman. Kovoyski, men nima deyishni ham bilmayman. Senga ba'zamizni ko'rsatmoqchiman. Yaxshi. O'sha yerda. Maxfiy baza, bu sizning ishchilaringizmi? Yo, qalaysan? Sen yangimisan? Ishingni bajar. Kechiring, Kovoyski. Yaxshi, unday bo'lsa menga rejani tushuntir. Tayyormisan, Kovoyski? Voy bilan, boshqa narsani qo'yib yuboribman. Birinchi odam bu Mr. Biz. U qishloqlarga pul beradi. Ular boshqa qishloqlarni qiynashi uchun. U Festivals fabrikasida yashaydi. Biz esa u yerga bostirib kiramiz. Tushunarlimi? Ha, janob. Davay buni boshlaymiz. Bazami. Menga yoqdi. Juda ham zo'r joy ekan. Bu yerda nima gapdi? Bolakay Jamol, qayoqqa ketding? Mayli, o'zi biladi. Yo, Rev. Nima? Buni qara. Yaxshi, hozir. Bu nimasi? Buni yosh bola ko'rmasin. Okey. Umid qilaman. Xo'p, qurollar, o'qlar, qilichlar. Qaysi birini tanlaysan? Quvording. Tinchlan. Buzuqlar. Menimcha endi tayyormiz. Hey, birodar, biz fabrikaga samolyotda boramizmi? Albatta. Yaxshi, unday bo'lsa men ana unisini tanlayman. Bu ketdik, meni sabrim chidamayapti. Tepaga ko'tarilamiz. Kamerani o'chirib turaman. Bu nihoyat biz yetib keldik. Davay buni bajaramiz. Olg'a bolalar, hozir portlaydi. Olg'a. Bu yer g'alati ekan. Hey, bu nimasi? O'rtadan yuring va ehtiyot bo'ling. Albatta. Bu nima? Yo xudoyim. Buni qara. G'alati. Ring bolalar, to'xtab qolmaymiz. Albatta. Nima? Qanaqa joy bo'ldi? Jenorsin. Televizor. Kichkina Jamol, uni yondirib ko'rchi. Malades. Men seni tuzoqqa tushirdim. Sening ko'ngildor umuman yo'q. Vaqting borida qochib qol. Tarket, kim u? Qarang, hech kim senga gapirdigani yo'q. Kechir, Jimmy. Mayli, vaqting tugadi. Endi hech narsa senga yordam bera olmaydi. Senga omad tilayman. Nima bu? Nima? Yo'q. Birodar, ana u yigitlar nima qilishyapti? Ularni yo'q qo'y. Oxirgacha yetgan. Birodar, sen nima qila olasan? Bo'ldi, uni pastga tushir. Bo'ldi, tinchlan. Kichkina Jamol, endi nima qilamiz? Yo'q. Voy. Bu nimasi? Rev, yordam ber. Yordam. Bro, tinchlan. Jamol, qanisan? Qara. Yo! Sen eng kuchlisan. Faqat birgina vaqt qoldi. U juda ham ahmoq. Kovoyski. Yo,
xudoyim, birodar olg'a. Yo, yana bittasi qoldi. Bu yoqqa kel. Uni o'zim eplay olaman. Yo'q qilindi. Relis ishlayaptimi? Voy bile. Bu nima edi? Mayli, sandoq tekshirib ko'ram. Ajoyib. Ketdikmi bolalar? Ortingdan boraman. Yaxshi, unda men ketdim. Qayerdaman? Yo'q. Oh, yo'q. Meni kechir. Oh, yo'q, dahshatli. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda tezroq tur ketgan rep. Iltimos. Iltimos, faqat meni qiynamang. Yo'q. Iltimos. Bu ne işte? Yo'lingga davom ettir. Tushunarli. Nima bu? Ey, yo, bu nimasi? Yo, xudoyim, yana shu ahmoqona rasm. Let's go. Va nihoyat oxiriga keldik. Olg'a, sizlar ham keldingizmi? Shoshmang, qolganlar qani? Biz ularni yo'qotdik. Bo'lishi mumkin emas. Mayli, endi orqangdagi eshikni ochamiz. Qani olg'a? Aha, bu nima? Harakatni davom ettir. Albatta. Yaxshi, 3 gacha sanayman, keyin ochasan. 3, 2, 1. Olg'a! Birodar, nima qilyapsan? Mayli, nima bo'lsa ham biz seni ushladik. Endi sen biz bilan ketasan. Yaxshi ishlading, Ray. Ha, janob, buni hammamiz qildik. Endi ikkalangiz hech qachon ozodlikka chiqmaysizlar. Kovoski, nima qilishni bilasan? Bu yerga kel. Yaxshi, yaxshi, qilyapti. Yaxshi, bittada aytgan ishni qilishyapti. Qo'l bo'yish qo'llaysanmi? Yo'q, janob. Yaxshi. Birodar, qayerga ketyapsiz? Korоче, bolalar, meni kuzating va ortimdan bu ishni qiling. Yo'q, nima qilyapsan? Birodar, hozirgina nima bo'ldi? Birodar, mencha do'stlarni sakrash. Men ham ketdim. Bolakay Jamol. Yaxshi, men ham sakrayman. Ortimdan yuring. Olg'a. Nima? Bizning maxfiy tashkilotimizga xush kelibsiz. Bu yerdan xavotir olmang. Biz bu yerda shunchaki maxfiy testlarni sinovdan o'tkazamiz. Ortimdan yuring. Mana bunday narsalardan ham xavotir olmang. Bu ham shunchaki tajriba. Ey, yo, lekin ishchilaringizda farosat degan narsa qolmabdi. Mana bu esa Jamol domlamasi. Jamol nima? O'g'lim, dedi, men seni juda ham sog'inib ketdim. Shoshmang, nima qilyapsiz? Jamol! Nega unday qildingiz? Bu shunchaki xotira uchun edi. Yaxshi, ketdik. Yaxshi, diqqatingizni ekranga qarating. Bizning rejamiz uchun ikkita o'yinchi kerak. Bu ikki o'yinchi Driver Imposter hisoblanadi. Ular bizga kerak, ammo Shoshmang bolalar. Men boyman. Shuning uchun pul bilan ularni bo'ysundira olaman. rostdan ham kelinglar unda boshlaymiz. Yo'q, hozir sizlar bandmisiz? Hozir bo'shmi? Yaxshi, hozir bizga sizning yordamingiz kerak. Buning uchun men sizga $1 million beraman. Faqat tezroq. Hozir. Xo'p, endi ularni kutamiz. Yaxshi, janoblar. Yo, Zojayka. Endi ishni boshlaymiz. Bolakay Jamol, pastga tushib olgin. Kechirasan, Ray. Yaxshi, Kavoyski, endi tushuntirishni boshla. Rejamiz oddiy, vardini o'ldiramiz va hamma mahbuslarni qo'yib yuboramiz. Bu ma'lumotlar oramizda qolsin va hech kim bilishi shart emas. Yaxshi, kamerani yoq. Ha, kim u? Nima qilyapsizlar? Birodar, bu yerni qanday qilib topding? Hammasini impostor gapirib berdi. Yo'q, axir u bizning odam-ku. Mayli, muammo bormi? Men hammasini bilaman. Senlarda rejang amalga oshmaydi. Senlarni oq qildim, Nima? Ray seni ham. Sen bu yerda qolib ularga qarab tur. Hey birodar, hammasi rasvo bo'ldi. Endi nima qilamiz? Nima? Mr. Beast nima qilyapsan? Bu mingta zumrad. Shunchaki mahbuslarni qo'yib yubor. Bu juda ham oson bo'ldi. Nima? Menimcha bekor bu ishni qildik. Qayerga ketyapsan? Shunchaki yurishda davom et. Yo'q, qanday xato ketdi? Hamma mahbuslar yonib ketyapti. Urushni to'xtating. Bolalar qaranglar, hozir mana bu portlaydi. Yo'q. Senlar bu yerga kira olmaysan. Bu narsani o'zing tilab olding. Nima? Vardini xonasiga nima qildi? Ref, mana bu sanog'ini tekshirib ko'r. Xo'p, qani ko'raychi. Bu yerda qochishchi narsalar bor ekan. Qani endi buni ishlatib ko'ramiz. Nima? Nimalar bo'lyapti? Axir ular qochish kerak edi-ku. Birodar, orqangga qara. Qara, yo'q. Ular vahshiy ekan. Men o'lish xohlamayman. Shuning uchun bu yerdan ketdim. Nima, birodar? Suriy olimini qanday qilyapsan axir? Vaqt bo'ldi, endi bizning navbatimiz. Hey, men kutmasam qayerga ketyapsiz? Kowalski. Yaxshi, endi men navbatim. Hammangni xudoga soldim, meni kutmading. Ha, janoblar, hammasi yaxshi ketmoqda. Shoshmang, ularni ko'rdim, qochishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Yaxshi vardin. Ko'prikni buz.
Endi hech narsa qila olmaysan. O rostdanmi? Orqangga qara. Nima? Ref, qara. Yo'q. Sen hozirgina meni eng yaqin do'stimni o'ldirding. O'zi yo'lga chiqdi. Sen o'lasan. Elio, tinchlan. Men ataylab qilmadim. Yo'q, nima qilyapsan? Endi o'zing qolding. Biz bilan yur. Bu yerga kel. Endi sen katta odam emassan. Ha. Ref, iltimos Ref, unday qilma, meni bu yerdan chiqar. Yordam ber. Nega unday qilyapsan? O'ldirish yomon-ku. Nima? O'ldirish yaxshi emas, Ref. Iltimos, to'xta. Ref, men seni yaxshi ko'raman. Sen doim ishlaringni to'g'ri qilgansan. Meni tashlab ketmang, yordam bering. Bu yerdan ketish kerak. Qana boshqalar nima qildi ekan? Nima? Hammasi o'lib ketibdi. Yana bir narsa qoldi. Jamol, Yo'q, nimaga? men sen dadangni o'ldirganman. Hey, yo, tinchlan. Diqqat.